Nexia 3 mexanika korobkaligini yili baland kam yurganini so'raganlar uchun, qidirib yurganlar uchun to'g'ridan-to'g'ri egalaridan navbatdagi Nexia 3 avtomobili 2022-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan hisob ma'lumot, ikkinchi paysi mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi bor yo'g'i 16600 km. Mashinani rangiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham neobычный, chiroyli rangda, pepelni seri deyiladi. Mashinamiz benzinda yurgan, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bagaj teshib tashalmagan, gaz qo'yib yechilmagan, zapaska balon hali biron marta ishlatilmagan. Mashina o'zini zavodskoy salondan chiqqan balonlarda turibdi, hali alishmagan ekan, linglong. Mashinaga hattoki tonirovka ham tortilmagan ekan. Bu degani o'zingizlar bilasizlar, yoshi katta inson haydaydi. Yoshi katta insonlarga tonirovka ham kerak emas. Saloniga keladigan bo'lsak, salon yaxshi holatda saqlangan, sideniyalar cho'kib qolmagan, dog' bo'lib ketmagan, rulda chexoli bor ekan, o'zini shtatniy magnitofonida qilingan ish bitta shu, signalizatsiya qo'ygan ekanlar, egasi и video registrator. Boshqa hech narsa qo'yilmagan, deyarli stok holatida. Mashinani kraskasi 100% toza, o'zimiz tekshirdik, hech qanaqa bo'yalgan, urilgan joyi yo'q. Mashinani 3 ta detalida незначительный, mana shunaqa kichkina vmyatina joylari bor ekan, bu arzimagan pulga to'g'rilanadi. Atak kraskasi 100% toza, urilmagan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $8500. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.